Bismillah. Esselamu Aleyküm. İziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Uzun bir qarnidan keyin yana huzurunlarga chiqib qoldim. Sözlemey desem, sözleşki tegishli ba'zi temalar, ba'zi masalalar bo'lib qoladi. Shunga da sözleşki majbur bo'lib qolaman. Bugungi temamiz tariximizdeki tragediyelik tekrarlanışlar ve puşaymanlarımız. Bu emmenlarının kündülük hayatıda siyasi hakkıda paranlaşkan çağlarımlarda daimla sakal sipaydıgan Allah hakkar anda qiygan bolsçu, manda qiygan bolsaqçu dep daim puşayman kılıdığan muşunda bir tekrarlanış var bizning tariximizda. Muşunu demekçi. Tarix tekrarı etidu degan qarashqa bütün xalqlar qo'shiladi, buni bilasizlar. Bu bizda bormi desek, boshqa millatlardan bor ekan bu gap. Ama tarix qanday tekrarlanadi? O'xshash bir ish tekrar yuz bermaydi. Buni ko'ngillarga ayon bu tekrarlanadi degan vaqtimizda hali xarakteri o'xshab ketadigan ishlar ko'p tekrarlanadi. Ama bizning tariximiz tragediyelik tekrarlanışlarının en tipik ilgisi bo'lgan bir tarixdir. Şundaqla biz her qaçan o'xshash ikki masalada pushayman ifodalashni takrorlab kelmoqdamiz. Bunun biri o'zimizga eng foydali bo'lgan sopdillik, samimiy liderlarni ayrishdagi xatolarimiz ve keynidan pushaymonlarimiz takrorlanmoqda. Yana biri halkılık tarihi peytlerde tarixning buruluş noktalarında, reallik tarafından aldığımızda koyulgan tallaşlarda aman hata tallaş, hata karar elişimiz ve bunun puşaymını tekrarlandı. Bunun çokum emmanla koşulusuyla. Bunlar emes deydiğallar belki mi yok. Qıtığır düşmanlardan başqa. Bununla tarixten bazı örnekler verişimiz mümkün. Biz bunu bek uzak tarixga ketmeyli. Onu sizler qadimki zaman tariximizga ait kitaplarını okusanlar, görürsüler. Ve ama bir inimiz tüzüp çıkan 100 meşhur Uygur degenin içindeki bazı tarihi şəxslərinin hayatını okuğa vaxtın oldu mu? Bunda puşaymanlıq, Allah'ını, vay iset dep barmaq işlep etadigan Allah'ını görürsüler. Şu yerden okuğa sanlı oldu. Bu söhbetni biz yarım saat etrafında kontrol kılıp kelavatqanımız için o kadar uzak gitişimiz mümkün emas. Şuna yakın zamanlardan bazı örneklerini görüşürüz çektiğimiz. Yakup Bey devri müstakil küçlük devletimiz buluşluğu bilen iftihar vesilesi oladigan parlak 14 yılını gösterdi. Yakup Bey devrideki devletimiz şu etraftaki barlık uşak yoki iktidai devletler içinde en küçlük hesaplanılan. Bunu Rusya armiyasının kapitanı Qashqariya namlı kitapның müellifi Kuropatkin aşında bağlagan. Lekin Yakup Bey bir harbiy bo'lish ustida, çünkü onun kelib chiqishi askar. O ilgari Qo'qon xonligida qurbeshi bo'lgan. Toshkent mudofiasini qo'mondonlik qilgan.
Şuna hərbiy ulaşışda Xitaylarning tekrar istila qiladiganligini bildirdi Yaqub Bey. Şuna hərbiy hazırlıqqa ziyoda ahamiyat vergan. Molla Musa Sayramining yozganlaridan qaraganda Xitoy qarshi kelgusi urushlarning texim mushaqqatlik va uzoqqa so'zildiganligini mo'ljallagan Yaqub Bey Turpanning ashliq ambarlariga 30 yilga yetgudek ashliq to'plagan. Barliq diqqatini sharqqa qaratishda xato qilmagan. Bütün tayyorlikni sharq tarafga qaratgan bu Yaqub Bey. Buningda xatolashmagan. U haqiqatanmi talantli davlat odami edi. Yaqub Bey davlati oxirgi feodal davlat bo'lish bilan xalq bilan davlatning munosabati ibtidoiy tusda edi. Chunki u hozirgi zamon davlati hisoblanmaydi. Xalq angliq emas. Davlatning xalqni yetaklash, tarbiyalash vazifasi yo'qdek bo'lgan bu zamonlarda. Hukumat siyosatlari majburiy shaklda ijro qo'yiladi. Yani olvan şeklinde. Bu sebepten uruş tayyorligi, harbiy hazırlıkla tabii ki xalqqa olvan olab tushadi. Xalqda vatanparvarlik angliqligi bo'lmag'achqa bu olvanlarning zaruriyatini to'g'ri tonimaydi. Ve bunu zulm şeklinde idrak qilishadi. Şunlaşqa Yaqub Bey'nin zalimlik haqida bekmi ko'p latifalar, tamsillar o'tirg'i chiqqan bo'lib, Yaqub Bey davrida qushlar qo'yning dumbisiga uvusaldigan bo'ldi degandek ta'nilar aslida xalqning nomratlashib, makonsizlashib ketganligini ifoda qiladi. Ashunda zarlagan bizning xalqimiz. O'zining hokimiyatidan zarlagan. Mana shunday bir xil ruhiy holatda turgan xalq Xitoylarning tajovuziga takror uchragan chig'ida uning yot ekanligidan burun, yot bir dushman keldi bizga deganni idrok qilishdan burun Yaqub Beydek bir zolimdan dadimizni etmaguchi, dadimizni etpirdigan bo'ldi degan tunish bilan qarshi oldi Xitoylar. Xitoylar ochliq omborlarini xalqqa echib yetib xalqdagi bu tunishni quvvatladi. Chunki Zozingdan Sharq Turkistonga kirishdan avval Lanjuda turib olib, Lanjuga tushkun qilib, jasuslar orqali tekshirish olib borgan. Sharq Turkiston istilo planini nayt puxta tuzgan. Vatanimiz to'liq istilo qilingandan keyin Zozingdan taqib etgan ochliqni qaytirib yig'ib olish bilan qolmay, umumiy qatlam jakalab her aileden birden 3 kishi erkekning kallasini olgan. Xalq shu chaqda pushaymon qilib, hasrat, nadomat bilan Yaqub Bey davrini eslagan. Vatanimizning mustaqillik orzusi bilan to'lib toshgan ilg'or ziyolilar 19-asrning oxirlarida Tataristondan boshlangan jadidizm harakati bilan davlatchilik eng uyg'un. Çünkü bu jadidizmni bizda balkim digili olmaganlik uchun shunday degandir yoki tushunishning xatoligidan degandir. Faqat ma'rif islohot shaklida talqin qilingan bizda bu jadidizm. Bu jadidizm asli siyosiy islohot bu. Eng muhimi davlatchilik, yani mustaqillik fikri tug'dirish uchun o'tirg'i chiqqan yaqin. Davlatchilik eng uyg'unib, davlatning nimaligi, qanday shartlar ostida mavjud bo'lib tura oladiganligi qatorliqlarni tunib yetgan va xalqaro kuch nuqtalari orasida mavjud bo'lib turish uchun ma'lum bir cho'ng kuchni o'ziga himoya qilmay chora yo'qligini bilib, cho'ng qo'shni bo'lgan Sovet ittifoqidan bu boisda tamoyil bo'lishgan edi. Shuna Sovet ittifoqi bilan idea birligiga ega ekanligini ko'rsatish orqali uning yordamini qo'lga keltirish uchun 19-asrning 19-asr yoki 1900-yillarning boshlarida kommunist partiyaga a'zo bo'lishga boshlagan ba'zi ziyolilar.
Dünya uruşudan keyin tuz özgürüşlerge hamilda bolgan yer şarida öz dövletimizge ega boluş fursati keldi dep qarab, 3-nji internasional qatnaşgan bu kommunist Uygurlar. 3-nji internasional. Xalqara kommunizm hareketinden Şarkı Türkistan'ın müstakilligiga yordam berishni talab qilishgan edi. Ve muşu tamat feilden 3-nji internasional qatnaşgan. Ularning haqiqatan 3-nji ülkeden kommunist bolganlygy yoki bolmaganlygyga hazır biz baha berelmeymiz. Amma ular Xalqara kommunizm hareketi bir xalqaralyk teşkilat bu 3-nji internasional degan ve bu nurgun dövletlerinin a'zolari bor bu içinde. Biz näet köp dövletning yardımını qo'lga keltiramizmiki degan tama bunun aqsida yotgan hareketlendirgüç. Bularni Sovet İttifaqı nashr qilingan Tarix Meseleleri nomli jurnalının 82-yıllık 10. sanidagi Hakimbayevning Oktyabr inqilobining Şinjanga bo'lgan ta'siri nomli maqolasidagi mazmunlardan ko'rib olish mumkin. Mening bu deganlarimni. Kommunistik internasional Uygurlarning talabini bir necha qatim muzokaraga qo'ygan. Demek aşınçılık, tirishchanlik ko'rsatgan bu bichara xalqimiz, bichara ecdatlarımız. Internasional ko'rinishda xalqarалық tashkilot bo'lib ko'rinsa-mu, amaliyotda Sovet ittifoqining qo'lidagi ko'zir edi. Shunga har qatimliq muzokarada natija chiqmagan. Oxirgi qatimda Rossiya vakilining ifodasiga bog'liq bo'lgan. Oxirgi qaror. Bu chaqda yıl 1922 yılıga keldi. Rossiya vakili Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llashning Rus milliy manfaatiga ziyonliq ekanligini, az nüfusluq bir millatning manfaatini deb Rossiya sharqdagi cho'ng qo'shnisini ranjitanmaydiganligini turib qo'ygan va qo'llamaslik qarori muqimlashgan. Aqidin Rossiyaliklar Uyg'urlarga maslahat berib, hozir sharqda Xitoylarning kommunistik partiya qurganligini, xolisa shularga qo'shilib ketsa bo'ladiganligini yoki bolsheviklar partiyasiga qo'shilib ketishni maslahat berib, ularni bir davlatning vakili sifatida 3-nji internasionalda tutib turishning o'rni qolmag'achqa haydab chiqargan. Keyin Uyg'ur kommunistlarining ba'zilari bolsheviklar qo'shilib ketgan. O'rta Osiyoliklar asosliqi. Xohlamaganlari yerlik millatchi kulak, sınıfı düşman sifatida yo'qitilgan. Mana shu chaqda 1920 yılının başlarında 3-nji internasional Sharq Turkistonga 2 xodim yuborgan, nayta muhim 2 odam yuborgan. Bunun biri Burhan Shahidi, Urumchiga tushgan. Yana biri Abdukerimxon Mahsum Qashqarga tushgan. Ularning Sharq Turkistondagi kechmishlari hayron qolarlik o'xshashlikka ega. Har ikkisi o'xshash vaqtda Sharq Turkistonda paydo bo'lgan. Har ikkisi almashgan hukumatlarning hammasida e'tiborlanib ishlatilgan. Cho'ng-cho'ng amallarni tutib. Har ikkisi Gomindan davrida bir qatim turmaga tashlangan. Har ikkisi kommunist Xitoylar tarafidan e'tiborlangan. Yuqori mansablar berilgan. 1956 yılı Abdukerimxon Mahsum ölgende Qashqar xalqidan 20 milyon kishi jinoza namoziga qatnashish uchun to'plangan. Ammo bir muhim mehmon keladi ekan deb jamoat bak uzoq saqlatilgan. Tushdan o'tib ketgan. Shu chaqda Sovet ittifoqi ichki ishlar ministri kelib, tavutning ustiga o'g'at bo'lqiliq qizil bayroqni yapqanda Qashqar aholisi hayron bo'lgan va kofirkan deyishib jamoatning yarmidan ko'pi taqab ketgan. Aslida Sovet ittifoqi Sharq Turkistonda savdo tijorat imtiyozlariga qanoat qilmay, ulug'bek imtiyozi bor aslida, uningga qanoat qilmay butunlay o'ziga qo'shib olish yoki Mong'oliya tipidagi qaram davlat qilib olish istikida edi. Mana shu maqsadlar uchun nayt ko'p Sovet kommunistlari KGB jasuslarini Sharq Turkistonga avatib, xalqning ra'yini qozonish, biror ra'y sinash shakli bilan xalqarada satchilik yaratmasdilla o'ziga qo'shib olishning ko'yida xaltipirlagan. Shug'unisi bizning xalqimizda milliy kimlik tuyg'usi zaif,
Devletçilik eni nölden tüven boğaçka, meselegi tamamen ümmetçilik noktasında qarab elip, Ulug' Buxara'yı şerifni veyran kılgan dahri bolşeviklardan yaxşılık yok. Onundan Xitaylar yaxşı, yavaş, g'albisi yok. Bizning hamma ishimiz o'zimizning qo'lida, shariat mavjud, o'zimiz hukm kelsa alavatsak da Sovet teşviqatlariga yaqin kelmagan. Buni qanday bilamiz? Abduqodir Turkistani Saudiya Arabistonda yashab hayot ko'zlarini yumgan marhum Abduqodir Turkistanining deyishicha, ularning uyi Abdukerimxon Mahsumning uyiga qo'shni ekan. Qashqardagi chig'ida. Abduqodir Turkistanining dadisi yurt kapitallarining nopuzluq shaxslarning birisi bo'lganligi uchun aralashib turdi ekan bular. Bir kuni dadisi Abdukerimxon Mahsumning o'ylisiga kirsa, Mahsum kimgadir achchiq qilib so'zlayotgan ekan. Mao Saran Qashqarlikka bu yerda Qashqarlik degani Uyg'ur deganga barobar keladi. Shu chaqning so'z odatida Uyg'ur degan so'z umumiy millatni ko'rsatadigan darajada umumlashmagan. Shunlashqa Uyg'urlarning hammani Qashqarlik deb ataydi. Butun janublik Qashqarlik kitobi. Mao Saran Qashqarlikka shuncha desam yaqin kelmadi. Bu Xitoy deganning nupusi yamanchi xalq. Bir kuni bir kelgili tursa, tükürükide g'arq bo'lib ketsan. Urus deganda jihaq emas, uning ustiga 20 keng, odam bormaydigan nurg'un bo'sh yeri bor. Shunga urus bo'lsa, ustunga chiqa olmaydi deb qaqshab ketdim, unimidi. Endi o'z uvoli o'ziga keyin apla deganning foydasi yo'q da'vatgan ekan. Demak, yurt cho'nglari nopuzluq kishilar orasida Sovetga qo'shilib ketish tashviqoti elib borganligi mana bu so'zdan bilinib turdi. Marhum Abduz Mahsumni oxirgi kunlarda uni yo'qlab kelgan cho'nglarimizga yo'lni xato tanlaganligini, Ruslardan Xitoylar yaxshiroq degan tanlashning ajallik xato bo'lganligini hasrat bilan tilga olgan. Buni yana İsa Yusuf Aliptekinning Asr Sharq Turkiston uchun degan biz ko'p naql qilgan halqa mashhur aslimi kitobidanmi ko'rib olamizki, bu kishimi Ruslardan Xitoyning yaxshi degan bu kitobning butun kitobning ruhi bu. Ruslardan Xitoy yaxshi. Mana bu tanlash. 30-yillarda xalq qo'zg'olonining o'ti tutishib Qashqarga kelganda Qashqar xalqi Qashqarni Harbiga so'ramdikan deb yaratmagan. Kim bu Harbikash? Bu Harbikash Temursijon. Temursijon ash Xivir Temur degan bog'i. Molla Zaydin haqida qissa degan kitobning avtori. Yana shu Şinjan tarix materiallari degan nəhayət ko'p qismliq majmuaning bosh muharriri Xivir Temurning dadisi Temursijon. Bu Harbikash mushu. Qo'zg'olonga qo'shilishdan burun Kuchada Harbikashlarning shang'usi bo'lgan. Bizdagi umumiy milliy ruh yoki milliy ruhiy holatning bir o'rniki mana bu. Ha, Qashqarni Harbiga so'ramdikan deb yaratmayotgan. Bu ruh bizning umumiy milliy ruhimizning bir o'rniki. Bu faqat Qashqarlikning emas. Bugungi bu holatimiz davom qilayotgan bo'lib, birdilla atishliq bir qabiy dushman bo'lib ko'rinib ketadigan, atishliqqa qarshi umumiy birliksab oltiga keladigan holatlar mana shuning davomi. Qashqarni Harbiga so'ramdikan degan yaratmaslikdagi psixik arqa ko'rinish haqida ilgaridan qismanlikda to'xtalgandim. Ya'ni boshqa millatga g'ingping yo'q bo'ysunish, o'zimizdan bo'lganda qisur tepishga oid ba'zi mazmunlar isonli bo'lsa kerak. Yana boshqa to'xtalishim mumkin. Yaqin arada, ya'ni Uyg'urlardagi anarxizm xohishining arqa ko'rinishi degan bir tema ustida to'xtalmoqchiman.
Onunda yana bu vaqt muşu mazmunlar var. Esirlep Xitaylar sorusu gap yok. Ama üzüdek bir Uygur sorumakçı bolsa, onunla tapmagan gip kalmaslık, bugün küçümü taşlamagan milli haslıklarımızdan birisi. Keyin Sabit Damolla dövlet kuruş tayyorligida bazı baylarga iyani so'rab baganda qandaq sep azarlıganligini deb o'tgan edi. Sovet ittifoqi o'ziga qo'shni bir yerda Turkiya bir xalqning mustaqil davlati bo'lishini qat'iy xohlamaganligi uchun Qurol yaraq anlaşması qilayotgan Xo'janiyozga Sabit Damollani tutqun qilish shartini qo'yganda, bu qo'zg'alonchi qahramon men nima deb kurashga atlangandim? G'oyam nima edi deganni o'ylab moltamay bu shartni qabul qilgan. Va Mahmud Mohitga buyruq berib Sabit Damollani tutqun qildi. Mahmud Mohiti angliq bir kishi bo'lish sifatida bu buyruqni nima ijro qilgan? Harbiylarning muqaddas burchi buyruqqa bo'ysunish degan aqida bo'yicha bo'ysunganmikin desak, u harbiy degidek muntazam qo'shindagi harbiy emas. Xalq qo'zg'olonchilarining ishidagi birisi. Bu ijroatni qanday bir ruhiy holatda qabul qilganligini tushungili bo'lmaydi. Ammo u 6-diviziya shtati hisoblanib Qashqarda turishga boshlagandan toki o'lganga qadar Sabit Damolla yoki Sharq Turkiston hukumati haqida gap ochilsa, ko'zi ish qildiganligini shohidlar so'zlaydi. Pushaymon. Ya'ni u hayotimdagi kechirilmas xatosi endi faryod chekadi. Chunki Mahmud Mohiti Xo'janiyoz vazidek qarqo'saq emasdi. Mohitiylar ailesining bu millat ustiga ko'p ajr o'tgan bir oila edi. Bilasizlar, Maqsud Mohiti, Musul Mohiti, Abdurahmon Mohiti nurg'un mashhur shaxslar chiqqan bir oila. Shundaqla Qashqarda turgan mazgildagi Mahmud Mohitining Qashqarda turgan mazgildagi yangi madaniyat harakatining hayot uchun, ya'ni puttirab turish uchun oq chiqqan, orqa terek bo'lgan buyuk bir tarixiy shaxsiyat bu. Bu nuqtani tarixiy roman Bayavandagi Gulxonni o'qisanglar, tüm ujur-bujurlari bu odamning qanday odamligi ujur-bujurlari bilan tasvirlandi. Shundan ko'rasizlar. Shuning uchun bu aş xato tanlash uni ömür bo'yi azobladi. Başqa kishilar to'g'ri tanlashdi bo'lganmi? Albatta yo'q. Xo'janiyoz hojiga ergashgan xalq qo'shini necha 10 ming edi. Necha 10 ming. Lekin bu qo'shin yoki qo'shin beshidikilar Sharq Turkistonning mustaqillik uchun qag'i kelmagan. Bu qo'shinning eng bosh qo'mondoni Xo'janiyoz Sabit Damollani qo'lga olayotgandan bilamiz bu buni. Qag'i kelmaganligin. Sabit Damolla bu davlatni asosliqi O'rta Osiyo bosmichilaridan O'zbek O'rta Osiyo bosmichilaridan tozalanganda eng oxirgi bir polib bosmichi Sharq Turkistonga qochib panolangan. Özbek Setovaldijanning O'zbek polkiga tayinib qurib chiqqan. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini O'zbek Setovaldijanning polkiga tayinib qurib chiqqan. Bundan boshqa Amir Sahib Nur Muhammad boshchiligidagi 1000 kishilik xotin qo'shinlari. Amir Sahib Nur Muhammad Muhammad Emin Bug'raning inisi. Ve Osman Ali başçılıkındaki Kırgız koşullarına dayandı. Ama Uygurlarının en gorluk gücü bu devletke düşman meydanda tutuldu. Mana bu tallaşlarımız tarihteki. Şu bu devlet nait aciz kurulganlık için kısa müddette munqarız oldu. Keldik 40. yıllarda. Sharq Turkiston Milliy Ozodlik inqilobi Sovet kunlik aslida bir qadar inoq ittifoq ko'ringan bo'lsa-mu, buning ichida yotgan ziddiyat bugungacha
hech kimga ma'lum emas, bek oshkora emas. Bular Astrid'dan ikki cho'ng lagerga bo'lingan holda edi. Ikkinchi Cumhuriyetning hukumat beshidagi büyüklerimiz ikki cho'ng lagerga bo'lingan holda edi. Po'lat Qodiriyning o'lka tarixida yozganlarga asoslanganda Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatidagi oliy rahbarlar Alixon Turni markaz qilgan mustaqilchilar va Ahmadjon Qosimi qatorliq sovetparastlar guruhiga bo'lingan bo'lib, sovetparastlar ichida yana yan'anaga talpingan Xitoyparastlar bor edi. Keyingi chaqlarda kommunistlar davrida huquq tutganlarning ko'pchiligi sovetparast kommunistlar bo'lib, Alixon Turi guruhidan Qosimjon Qambiriyni alohida tilga olish mumkin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti davlati 11 moddalik bitim vositasi bilan setilib, o'lkalik hukumatga aylangan. Ammo Gomindan bilan arası buzilib vakillarimiz iliga qaytgan osh paytlarda Sharq Turkiston jamiyati ajoyib qaynagan. Ideologiyalar, ko'z qarashlar, saplar ko'payib, o'zaro hamtalash avjiga chiqqan edi. Diniy asabiylar, sovetparastlar, kommunist Xitoyparastlar va Gomindan Xitoyparastlar, turkchilar deganda guruhlar xalqning beshini qaydirib o'tgan edi. Shu chaqdagi atalmış Şinjan gazetida Qurbon Xudoyning turkchilik mazmunidagi maqolalarga Toshkentda nashr qilingan Sharq haqiqati jurnalida Yusuf Ziya Shirvani qatorliqlar raddiya yozib, Uyg'urlarning turk emasligini ilgari surishib dushmanlik qilishadi. Gomindan sifida turib Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurg'uvchilari bilan elishadiganlar Uch apandilar va Ahmadjon Qosimi qatorliqlar edi. Bir-birini ashaddiy so'zlar bilan haqoratlab, tuhmatlarni choplab, o'z ideologiyasining zurur qilgani bo'yicha har nima desaveradi. Millatning aqlli odamlari bir-birlari bilan mushunda hamtalashga selinganliklarini, bu ideologiyalarning hech biri yerlik emasligini, import qilingan chet el mollari ekanligini o'ylab ko'ray demaydi. Talashayotgan shu talashlardagi bu iddialarning hech birisi yerlik emas. Xalq uchun qilayotgan hamtalash bu. Xalq uchun. Oldida bo'lsa mustaqillik shuari bilan o'tirib chiqqan yoki chiqarilgan Alixon Turini Sovet ittifoqi g'oyib qilib o'tib, o'rniga qo'yuq sovetparast kommunist Ahmadjon Qosimi tiklab berilganda, xalq Alixon Turini chapsonla unutib, "Naketdi bu reisimiz, qani u?" deb ko'chaga chiqib isyon qilishning, namoyish qilishning o'rniga chapsonla unutib, Ahmadjon Qosimini qabul qilgan va suyishga boshlagan edi. Hatta sovet teşviqatlarining ta'siri bugun kuchimi kallimizdan juyilib ketgani yo'qki, baş bo'lib 11 bitimni tuzgan va bu mustaqil Cumhuriyet hukumatining taqdi etilganligini jaka olganlar xotirimizda qahramon bo'lishni davom qilmoqda. Tarixiy faktlarni teşviqatlar elib kelgan sunniy idrokni o'chirib tashlashga qodir bo'lmay, hozirgacha xato tarix qarashimiz o'zgargani yo'q. Endi kelayli bugunga. Bugungi ahvollar ko'z oldimizda jarayon etmoqda. Hammayli ko'rib turayotgan maydonda. Her kun torda kesib dunyoning o'chitidagi ishtimmish va xabar tepib turadigan ajoyib bir davrda yashayapmiz. Bugun to'g'ri tanlashda bo'layotganligimizdan eminmisiz? Torda Xitoylarning reaksiyon tashviqoti avj olgan bo'lib, to'g'ri xatoga hukm qilishni qiyinlashtirib, xuddi 40-yillardagi Urumchi G'ulja yoki 30-yillardagi Qashqarning murakkabligi takrorlanmoqda. Yana pushaymonga sabab bo'lgan tanlashlarni qilishimiz ko'zga ko'rinib turayotgan reallik. Bugun asosliq fitna, asosliq düşmanlik teşviqatlari sürgün hukumatni cho'rdigan holda qanot yaymoqda. Ikki xil odam bu ishning aktivlari. Biri rasmiy Xitoy agentlari bo'lib, bulardan rost ismdek ismlarni yozayotganlar, hech kim tonimaydigan, qaysi davlat ekanligi ma'lum bo'lmagan turda bo'lib, bularning ko'pchiligi aslida Xitoyning internet soqchilari ekanligini bilish tasma emas. Buni aniqlagan qarindoshlarimiz bor.
Muş WhatsApp degenledimi başka bir devletning numarini ko'rsatlab Qashqarda yoki Urumchida o'tirib yozib atgan. Yalgan ismdagi munofiqlar. Bu munofiq turdikilar. İsmning yalganligidan uning o'zini oshkorlashga petinolmaydiganligidan turdi. Ular chet ellarda yashayotgan munofiqlar bo'lg'achqa haqiqiy kimligi bilan o'tirib chiqolmaydi. Endi yana bir turi shaxsiyati uchun butun millatni o'tqa tiqishda yanmaydigan qarniyatchilar yoki tarafdorlar. Beş hükümet var, altı hükümet var deyotganlarning hammasining Uyg'ur tillik bo'lishi yanada alamlik bir ish. Gerçi biz uni munofiqlar, Xitoy g'alchilari yoki Xitoyning dal o'zi deymiz yo'q. Ama bunun Uyg'ur tillik bo'lishi yanada alamlik bir ish. Gerçi düşman g'alchilari olsun. Xo'sh, beshi olsa bağ olsun. Qaysilarini tashqi dunyo e'tirof qilib, hukumat deb atab muomala qilyotdi? Paket ko'rsatalamsan? Chet elliklarning nazarida Sharq Turkiston surgunida hukumat sifatida ko'rilayotgani bir hukumat. Buningga qancha dalil kerak bo'lsa, ko'zingga zadivalta atib olmaganlar bo'lsan ko'rasan. Ammo dushmanlikdan, g'alchilikdan, pasandilikdan buni qabul qilgin kelmaydi. Chet elliklar e'tirof qilmagan taqdirdami? Aslida o'zimiz bir hukumat bor deyishimiz kerakkan yerda dil aks ahvolning ko'rilishi to'liq rezillikdir. Aslida biz odamdek odam bo'lsak, ma Uyg'ur qo'l sunsi yang ichida deb, bosh yerilsa bo'k ichida deb, yarimizni, yig'irimizni chet ellikdan yoshirib, agar uni bu 5ning qasi rast degan taqdirdimi? Yarasa nadagi 5ni deyapsam, faqat bizsiva deydigan yerdimi emasmi? Albatta shunday deyishimiz shart. Bu o'zimizning manfaati, o'zimizning foydasining masalasi ya bu. Amma to'lim rezillik shu bo'ladiki, dal buning aksicha chet elliklar bir hukumat bilan muomala qilyapti, bir hukumat bilan. Ama özümüzün Uyghur tillik munofiqlar ve onun kallası juyilib ketgan qarqusaq ägeş kichilleri anda g'alati gaplarni bugun kuch ko'tarib yuradi. O'tirdi ko'rinayotgan bo'lsa-yu, bir ish harakati bilan o'tirdi ko'rinayotgan bo'lsa-yu, buning qasi rastlab qoldi. Ko'rinayotgan yo'q hatta. Bugüngicha Salih Xudoyor Sharq Turkiston surgun hukumati bosh ministri sifatida qancha gazet, qancha radio, televiziya tarafidan ziyorat qilindi. Hatta Amerikaning davlat radio televiziyasi bo'lgan Amerika ovozi Sharq Turkiston surgunda hukumati deb atab turib Salih bilan ziyorat o'tkazdi. Qancha davlatdagi matbuot mushundaq tunishda? Amerika, Kanada, Hindiston, Yaponiya, Angliya qatorliqlardan matbuotlar, tashkilotlar, to'plar hukumat deb tunib muomala qilayotgan bir hukumat bor. Buningga bir Sharq Turkistonlik xushal bo'lish kerak emasmi? Sen deyotgan haliq hukumatlarni kim tunib, qaysi matbuot qabul qilib, muxotab bo'lib so'zlashyapti? Biror Pokiston bormi? Ey, nomussiz, sen agar Xitoy g'alchisi bo'lmasang, bu vaziyatimizdan xushal bo'lishing, iftixorlanishing kerak. Ammo sen Xitoy o'g'ling uchun, g'alchi o'g'ling uchun xo'jayinning jundisini halollab ichishga biror ish qilmasang bo'lmaydiganligi uchun mana shunda fitna topsan. Oturdu, yüzünü görünmeyotgan allakimlarni sen so'rab chiqib hukumat deb atab yuraysan. Bugungi kelganda surgun hukumat tarafidan xalqaro jinoiy ishlar sotiga berilgan Xitoy jallod boshlari haqidagi arzimizni 14 davlatdan 63 parlamentdir qo'lladi.
yana nima deydiganing var? Sen zo'riqib ko'tarib chiqayotgan atalmış hukumatlaringning qaysi qilgan menda bir ish var? Pakitongiz o'tirib qo'ya. Ablahlar. Nomussizlar. Kan yalagan iş kopargı astıdı üler degендek, aşı jindi içip adet olap ketkendan keyin çare yok bu galçılarga. Qarindoshlar, bundan nomussiz munofiqlarga shaxsiyati uchun butkul davoni cho'kirib yurikchi daydigan chidamas qitug'urlarga mana shu yuqorida mening deganimdek inkaslarni yozib, ulardan dalil talab qilinglar. Yoki o kadar uzun gapni yozganlik kelmasa, yo'qar Xitoy, yo'qar g'alcha deb yozib qo'ysanglar, kifoya. Bugun söhbetimiz müşavirçi olsun. Anlayanlardan Allah razı olsun. Hemmenlara Allah'tan amallık, esenlik, işinler muvaffakiyet dileymen. Hayır hoş.